Angliya chempionatining 3 ta qiziq o'yinini ko'rib chiqamiz. Arsenal Coventry City'ni qabul qiladi. Hull City Manchester Unitedga qarshi o'ynasa, Ipswich Town Sunderland bilan o'yin o'ynaydi. Albatta, shunga o'xshash o'yinlarning tahlillerini, statistikalarini Telegram kanalimizdan ko'rib borsangiz bo'ladi. Ссылка описанияda qiziq ko'rishingiz mumkin. Shunaqa qilib Angliya mavsumi boshlandi. Angliya chempionati mavsumi va shu endi Angliya chempionatidagi o'yinlarni ham ko'rib ketamiz. Demak, bizda birinchi o'yin albatta Arsenal Coventry City o'yini. Bilamizki, Arsenal yaqqol favorit bu o'yinda 100% favorit desak ham bo'ladi, chunki tarkib jihatidan, o'yinchilarning salohiyati, o'yin uslubi jihatidan Coventry City'ga qaraganda Arsenal ancha kuchli. Va o'yinni boshlarida Arsenal albatta golni urib, o'yinni o'zini tarafiga og'dirishga harakat qiladi o'yinning boshidagi 5-10 minut ichida va Coventry City'ga albatta bu o'yin juda qiyin bo'ladi. Chunki Coventry City 90 minut himoyalashi qiyin Arsenalga qarshi va agar ochiq futbol qilaman desa, bu juda katta tavakkal bo'ladi. Shu sababli meni o'ylashimcha Coventry City imkoni boricha himoyalanadi. Va shunga qaramay qarshi hujumlarda bo'sh hududlardan foydalanib ketishi mumkin Arsenal hujumga o'tgan paytida, lekin qiyin bo'ladi. Chunki qarshi hujumga o'tgan paytida himoya zonalari ochilganda Arsenal ularga yetarlicha javob qaytarishi mumkin. Arsenal esa albatta shunchaki yaqqol favorit aynan bu o'yinda va bemalol Arsenal golni urib g'alaba qilsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni umuman bizning tanlovimiz bu o'yinda Arsenal g'alabasi kutilmoqda. 1x va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'ladi. Agarda 2-0, 2-1 hisoblari bo'lgan bo'lsa, bu o'yinda bizning tanlovimiz o'tadi. Mana shunaqa variantga keldik biz. Aynan mana shu o'yin bo'yicha Arsenal va Coventry City o'ynadi. Chunki ortiqcha gapirib o'tirgan joyi yo'q, buni ortiqcha tushuntirib o'tirgan joyi yo'q. Shunchaki Arsenal g'alaba qozonadi agarda o'zini o'yinini qilsa, favqulodda holatda bo'lib qolmasa agar. Ikkinchi o'yin Hull City va Manchester United o'rtasida. Albatta bu ham Manchester United uchun kutilgan o'yinlardan biri. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, hozir bu o'yinda Manchester United ko'proq yutadi deb o'ylashadi, ya'ni Hull City'ga qarshi, lekin bu o'yinda Manchester United osonlikcha yutishi qiyin deb o'ylayman, chunki Hull City o'zini uyida o'ynaydi, Manchester United esa safarda, Hull City'ning muxlislarining qarshisida va sal qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki Manchester United bilasizlar nostabil o'yinlar qilib turadi, ba'zida yutadi degan joyingizga yutqazib qo'yishi mumkin yoki teskari holat ham bo'ladi. Va shunga qaramasdan Manchester United maksimal harakat qiladi bo'sh zonalardan foydalangan holatda o'yinda boshida gol urib olishga. Agarda Manchester United o'yinda uzoq vaqt gol ura olmasa, uzoq vaqt 0-0 hisobda saqlanib qolsa, Manchester Unitedga bu juda katta bosim bo'ladi ruhan taraflama va bu Hull City uchun plyusga ishlashi mumkin. Shu sababli Hull City ham foydalanadi maksimal tarzda hujumlarga yaratib gollar urishga. Ular ham qanotlarda yaxshi o'ynashadi va markazda kerak bo'lsa Manchester Unitedga bosim berib qo'yishi ham mumkin. O'zim olganda bu o'yinda Manchester United yutadi deb tanlov qilgandan ko'ra, keladi Manchester United mag'lub bo'lmaydi 2x va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p deb qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Chunki bu o'yinda bilib bo'lmaydi Manchester United qanaqa o'ynashi, qanaqa uslubda tarkibda tushirishi bu o'yinga. Lekin agarda bu o'yinda 1-0, 1-1 yoki 2-1 hisobida Manchester United tarafiga foyda bo'lgan bo'lsa, bizning tanlovimiz ishlaydi. Eng asosiysi Hull City yutib qo'yishi kerak emas. Agarda Hull City yutib qo'yadigan bo'lsa, bu tanlovimiz ishlamay qoladi. Lekin o'ylashimcha Manchester United yaxshiroq ustunlik qiladi Hull City'ga qaraganda va bemalol mana shu tanlovni amalga oshirishi mumkin. Yana bir bor o'yinni kuzatish kerak. Manchester United qanchalik bu mavsumga yaxshigina tayyorlangan, tarkiblar o'zgardi baribir. Shu sababli qiziq bo'ladi. Shaxsan men uchun ham aynan Manchester United va Hull City o'rtasidagi o'yin. Oxirgi o'yinga ham yetib keldik. Ipswich Town Sunderland o'rtasidagi o'yin. To'g'risi bu o'yinda aynan bitta jamoa favorit deb men aytolmayman. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Chunki bu ikkala jamoa ham nisbatan himoyaviy uslubda o'ynagan komandalardan biri hisoblanadi. Imkoni boricha bir-biriga qarshi hujumga o'tishga harakat qiladi yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Sunderland gol urib qo'ysa, Ipswich Town himoyaviy o'yinini hujumga o'zgartirishi mumkin. Xullas, mana shunaqa qiziq bir g'alati o'yin bo'lishi kutilmoqda shaxsan men uchun va bu o'yinda biz aynan mana shu komanda yutadi deb tanlay olmaymiz, lekin bizning tanlovimiz bo'yicha aynan bu o'yinda umumiy gol soni 3.5 tadan kam bo'ladi. Bizning tanlovimiz ya'ni gollar kamroq va minimal hisob bo'lishi kutilmoqda. 0-0, 0-1, 1-2, 1-1 shunga o'xshash minimal hisoblar. Agar mana shu minimal hisoblar bo'lgan bo'lsa, bizning tanlovimiz o'tishi mumkin. Chunki
Sunderland va Ipswich Town ham tarkiblari bir-biriga o'xshash, salohiyati ham deyarli bir xil va bittasi vaziyatni o'zgartirgan bo'lsa, ikkinchisi unga javob qaytarishi ham ehtimoli yo'q emas. Lekin asosiy o'yinning boshidagi daqiqalarda baribir bir-birini o'rganib olguncha himoyaviy yopiqroq o'yin qilishadi deb o'ylaymiz. Shunga unchalik bir zo'r narsa kutmayman aynan mana shu o'yindan. Xullas, endi biz yakuniy ekspresslarni bir bor ko'rib chiqsak, ya'ni bizda birinchi o'yin albatta Arsenal Coventry City o'yini bor edi. Arsenal g'alaba qozonadi 1x va umumiy gol soni 1.5 dan ko'p. Ikkinchisi esa Manchester United qaysi jamoa edi? Albatta buni yaxshilab eslab oladigan bo'lsam, Hull Cityga qarshi o'ynaydi Manchester United va bu o'yinda Manchester United mag'lub bo'lmaydi 2x va umumiy gol soni 1.5 dan ko'p gol bo'lishi kutilmoqda. Va oxirgi o'yinda Ipswich Town va Sunderland o'rtasidagi o'yinni ham oladigan bo'lsak, albatta umumiy gol soni 3.5 dan kam bo'ladi deb men aytdim, chunki yopiqroq o'yin bo'ladi. Unaqa ko'p narsa bo'lmasligi katta ehtimol. Xullas, yopiqroq o'yin ko'ramiz bu o'yinda. Manchester United yoki Arsenalga o'xshab bir keskin qarshi o'yinlar bo'lishi kamroq deb o'ylayman. Xullas, biz shunaqa tanlovga keldik. Albatta bularning hammasi 100% ishlaydi deb garantiya bermaymiz, chunki har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Biz tanlov qilib turgan paytimiz vaziyat, ssenariylar o'zgarib ketishi mumkin. Shu sababli o'yinlarni kuzatamiz, lekin biz hozirgi tanlovlarimizni jamoalarning oxirgi o'yin usullariga qarab, natijalarga qarab taxmin qilamiz. Shunga o'xshash statistika va analitikalarni hammasini Telegram kanalimizdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Ссылка описанияda. Bitta yana prognozlar bor, qiziq ko'rishingiz mumkin va hozir shulaydi, men cho'zib o'tirishni xohlamayman. To'g'risi YouTube videoda qisqa lo'nda gapirishni xohlayman. Shu sababli qisqa lo'nda informatsiya bera oldim deb o'ylayman bugungi videoda. Hozir shulaydi, keyingi videoda ko'rishguncha. Video like bosishdan esdan chiqmasin.